Akalar, shu kecha kunduz ichida juda ko'p voqealar bo'lib ketdi. Menimcha ko'pchiliklar xabari bo'lsa kerak. Mana videoni ko'ringlar. Siz olgan bo'lgan ishqoz yaxshi gapirish kerak bo'lsa, ayting, yaxshi gapirib beraman. Umuman boricha gapir. Lekin ne stoyit 270 ming dollar. Meni fikrim u. O'shanga mana shu videoni qo'yaman. Sen ham mana shu o'rtada chiqib, mana shu odamni sababchi bo'lgansan, 270 ming dollar qo'ya oldirgansan. Xo'p. Qo'ychi uz bilan nima bo'ldi? Qaysi qo'ychisiz? Tanimayman unaqa odam. Tanimaysizmi? Bo'ldi. Men ham bilmayman, shuning uchun ana qo'yman. Xo'p, tanimayman deyaptilar. Tanimasalar nima sababdan qo'rasiga taklif qilganlar? Birinchi masala. Agar xotira pasayib ketgan bo'lsa, Nodir aka psixolog degan vrach bor, juda yaxshi bilasiz. Psixiatr bor. O'shalarga borib davolansa ham bo'ladi, aka. Xotira pasayib ketgan bo'lsa. Ikkinchi masala, bu videoni ko'ramiz. Qo'ylarning firmasi bo'yicha eng kattalardan biri kelganmiz. Kamerani uzmaysan, ukam, va to'g'ri Nodir akam bilan so'rasham. Nodir akam chaqirdilar. O'zi taklif qildi do'sti. Aka, kommentariyani o'qiyman buni. O'zingiz yozgansiz. Ertaga borib YouTube'ga video olamiz. Agar yo'q deydigan bo'lsangiz, sochingizni kalga olaman deb qo'ygan joyingiz bor ekan. Topib oldim. Uchinchi masala. Nimaga qo'ychi uz ko'rinmayapti? Nima sababdan u yozmayapti hech qayerga degan savolga Ibatov o'zi javob bersin. Telefon qayerda? O'sha videoni kim syomka qilgan? Nima gap bo'lgan? Pashawsta mana gapirsinlar. Akalar, kommentariy yozishdan oldin holat nima bo'lganini yaxshilab o'rganib yozinglar. Bu yerda hech qanaqa qo'ydi temasi bo'lmagan bo'ladi urushishida.